Tezkor xabar: qizning uyini sotib yuborgan kuyov ushlandi. Assalomu alaykum azizlar, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bo'lajak kuyov aldov yo'li bilan qizning hovlisini sotib yuborgani haqida xabar tarqalib, turli muammolarga sabab bo'lgan edi. Yigit qo'lga olinib, unga nisbatan ixtiyor chorasi qo'llandi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, 2024-yilning avgust oyida 1997-yilda tug'ilgan shaxs yigit 1999-yilda tug'ilgan shaxs qizga uylanishini aytib, uning ishonchiga kirgani, biroq to'ydan avval muammolari borligi uchun muammolari hal bo'lgach unga uylanishini aytib, aldov yo'li bilan uyni boshqa fuqaroga 240 ming AQSh dollarga sotib yuborgan. Barcha holatlar yuzasidan tergov harakatlari olib borilib, tergov yakuni bo'yicha to'plangan hujjatlar qonuniy chora ko'rish uchun ayblov xulosasi bilan jinoyat ishi bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumani ishi doirasida sud jarayonlari boshlangan. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.